Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah. Qayta tirilishga iymon keltirish. Yumitul xalqa turran thumma yuhyi fayajzihim ala waqfil khisali. Ma'no jihatidan tarjimasi. Maxluqlarning barchasini o'ldiradi, so'ngra tiriltiradi, keyin ularga xislatlariga muvofiq jazo mukofotlar beradi. Nazmiy bayoni. Barchani o'ldirar, so'ngra tirgizar. Kimga jazo, kimga mukofot berar. Matn sharhi. Alloh taolo maxluqotlarni o'zi xohlagan vaqtda, ular istasinlar, istamasinlar, o'limga bo'ysuntiradigan qahhor zotdir. U o'zgagina ma'lum bo'lgan bir kunda bandalarni qaytadan tiriltirib, yaxshi amal qilganlarni mukofotlashini va yomon amal qilganlarni jazolashini xabar bergan. Oxirat kuniga iymon keltirishning inson hayotidagi ta'siri katta. Ayniqsa, bu oxirat kuniga iymon keltirgan va iymon keltirmagan ikki kishini taqqoslab ko'rilganda yaqqol namoyon bo'ladi. Oxirat kuniga iymon keltirgan kishi qilayotgan ishlari va aytayotgan so'zlari bir kuni hisob-kitob qilinishini, yaxshisiga mukofot, yomoniga jazo berilishini his etib, imkon qadar ezgu ishlarni amalga oshirishga harakat qilib yashaydi. Oxirat kuniga iymon keltirmagan kishi esa faqat shu dunyo uchun yashaydi. U nima qilib bo'lsa-da ko'proq lazzatlanib qolish, nafsi xohlagan lazzatlarning oxiriga yetishni asosiy maqsad qiladi. Natijada xohish istaklariga xalal beradigan har qanday qonun-qoida va to'siqlarni chetlab o'tishga intilish uning tabiiy odatlariga aylanadi. Insonlarni bundan qaytarish uchun ham Qur'oni Karimda oxirat kunini yuraklarga qo'rquv soluvchi turli xil nomlar bilan qiyomat, soat, oxirat, din kuni, hisob kuni, jamlash kuni, haqiqatda bo'luvchi, o'rab oluvchi, voqea kabi ma'nolarda qayta zikr qilingan. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajmain.